Suriya masalasi juda ham katta bir masala bo'ldiki, butun dunyo uchun. Suriyada bo'lgan o'zgarish bu butun dunyoni, ya'ni kerak bo'lsa butun dunyodagi tog'utlarni, nima aytganda, taxtini, arshini silkitib qo'ydi, normani silkitib qo'ydi. Nima uchun? Bu Suriyadagi oddiy qo'zg'olonchilar davlatni ag'dardi. Ag'dargandan keyin misol uchun oldin Rus, Eron toshib olib chiqib ketardi bu yerdan. Hali hech qanaqa nimasiz. Misol uchun O'zbekistonda gazni qanday olib chiqib ketardi, xuddi shunday bu yerdan olib chiqib ketardi. Xalq hech qanaqa manfaatlanmaydi. Ya'ni mana shu holatdan inqilob qilib turib, xalq haqiqatan o'zini irodasi, o'zini kuchi bilan ag'darib, bir zolimni ag'dargandan keyin boshqalar ham qo'rqib qoldi bu narsadan. Endi bu yerdagi shu holat qo'rqitib qo'ygandan keyin davlatlarga ishlaydigan, xosatan bizni tilimizni tushunadigan xalqlarni qo'zg'alishidan qo'rqadigan, bizni yomon ko'rsatib kelgan shu paytgacha bo'lgan insonlar Saidnayada qamoqxonadagi mazlumlar chiqishligi bilan ancha, ya'ni uyalib qoldim, bunday qilib aytgan bo'lsak, yoki ularni yolg'onchiligi, ularni haqiqiy propagandasi o'zlari ekanligi ochiqlanib qoldi-da. Endi ular bu yo'lga o'tdiki, endi nima? Bu o'zbeklarni qamayapti, Suriya bunaqa bo'lyapti yoki muhojirlarga bunaqa bo'lyapti, berib yurar ekan degan narsalarni qo'zg'ash orqali ham mujohidlarning ichiga fitna solishlik va ham o'sha mana bu Suriyadagi jihodni yoki Suriyadagi fathdan nima deydi? Energiya olgan deymiz, motivatsiya olgan xalqni nima? Yana umidsizlantirishlik uchun mana bunaqa propagandalar kelib chiqyapti.